bor, o'zi 4 kishimiz. Qizimiz kelolmadi, bo'lmasa qizimizni ham nomlab sizga o'tgan safarga olib bergan kreslo kolyaska uchun juda ham katta minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Doimo shu sog' salomat bo'ling, farzandlaringiz baxtli bo'ling. Keyin bu Buxoro xalqi uchun juda ham katta nimani qilyapsiz. Misol uchun Buxoroni oyoqqa turg'izibsiz desam bo'ladi. Juda ham katta o'zgarishlar qilib beryapsiz. Insonlarga sizga o'xshab o'zimizni oilamizda katta o'zgarish qilmoqchimiz. Shu yurishiga harakat qilayotgan farzandimiz uchun imkoniyatlar yaratib bermoqchimiz. Ozgina o'sha imkoniyatlarni yaratib berish uchun bu uni so'raganimiz uyat bo'lsa ham so'ragandek beriladigan narsa farzand. So'rasak ko'p narsa, lekin o'sha narsalarni o'zimiz tashkil qilib bermoqchimiz. Shunga oilaviy biznes qilmoqchi edik. Ya'ni Buxoroda turizmni rivojlantirish bo'yicha oilaviy mehmon uyi, ya'ni family guest house'ni tashkil qilmoqchi edik o'zimizni uyimizda. Agar shunga imkoniyat bo'lsa, 200 million atrofida suvda ajratib bersangiz yoki past foizda kredit, misol uchun 10%mi, 8%mi. Bunaqangi bir farzand Yurishga harakat qilishga yordam beradi. Oyoq qo'llarini harakat qildiradi. Yotqizib Koreyadan, olib beradi. Xitoydanmi olib Koreyadan olib keldi. Men ishlayman. Toshkentdagidan Toshkentdagidan ham yaxshisi bu yerda. Eng oxirgi zamonaviy apparatura hozir kasallarni navbat bo'ldi. Bir ikkita Koreyadan qanday? yordam beryapti. Koreyaga sekin-sekin bir 2 yildan keyin ketmoqchi. Koreyadan kelgan Lokamet degan apparat, robot yurtishga bolani yordam beradi. Desipliga aylansa. Yotqizib davolab beradi. Toshkentda davolanganimizda bo'ldi. Boringlar bir tez siz 100 million kredit so'rash qancha dedingiz? 200 million so'rayaptilar. Foizlarni hammasini turizmga eng ilg'ortisini ayting. Shahriyorlikka ham ayting. Uzr,